Hurmatli kuzatuvchilar, mana bugun ham ishimizni oz bo'lsa ham ertaroq tugatdik. Bemorlarimiz xursand. Bugungi amaliyotlarimiz o'rta hisobda hammasi CD tosh kasaldan keldi. Ikkita bemorimiz ozginagina asoratlangan holda isitma bilan kelishdi. Ularga naychalash amaliyotini bajardik. 3ta bemorimizda CD nayni yuqori qismidan tosh oldik. Hammasi muvaffaqiyatli bo'ldi. Toshlarni olib berdik. Ozgina qiynalgan bemorlarimizga sargan bo'lsa ham yuziga tabassum yugurdi. Bir bemorimizda signalni pastga olib tashladik toshlarni. Bu ham oson bo'ldi. Va qolgan 2-3ta kasallarimizda oldingi amaliyotlardan keyin naychalash, ya'ni stentlash amaliyotidan keyin stentlarni olib tashladik. Hamma bemorimiz ko'ngildagiday Xudo xolasa xursand, qarindoshlari ham xursand, biz ham yuzimiz yorug', Xudoga shukr. Ishimiz unumli bo'ldi, barordan keldi. Ozgina bo'lsa ham uyga ertaroq ketyapmiz. Bolalar, oila, ota-ona bariga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zingizlarni urintirib qo'ymanglar. Bizni kuzatishdan zerikmanglar, charchamanglar. Hammasi yaxshi bo'ladi. Salomat bo'linglar.